Assalomu alaykum ahli YouTube aynalar qandaysiz? Zo'rsiz? Salomatliklar zo'rmi? Charchamay jiribsizlarmi? Bugun qayerdasan desangizlar, bugun bachalar bilan bir Adirga chiqdik. Dam olish deysizlarmi, mayofka deysizlarmi, xusholday. Men aytdim bir kanalga video qo'yib yurtayin dedim. Kanalga ham xeyli bo'ldi video qo'yilgan yo'g'adi. Kanalga ham video qo'yib turmasangizlar, pasayib, короче, aktiv tushib ketadi ekanda. Shunga men aytaman, borib turib o'zimizning bozorlarda bir syomka qilib turib mallarning narx-navosini bir chiqarsamma deyman. Ko'rgish jilayshi bormi? Jilayshi bo'lsa, hadeb qo'ysa, borib turib chiqaraveramiz nasib qilsa. Короче, nima deyman? Tomosha qilingizlar atmosferani. Mana shu ikki tovni taniganlar bormi buni? Bunisini, yana bunisini. Kanalimizdan uzoqlashmangizlar. Hozir yana bir qadar ko'rsatib chiqamiz. Arkadaşlar sayda oturmuş da tamam. Подготовка. Anladım ben de sana yapacağım. Hayvan sen. Abla sardır yana. Короче, ровно. Hazır. Adirda hali ot yaxshi o'smabdi. Короче, ikkinchi belgisimi? Молодец. Go'shtlar nima bo'lyapti ekan go'shtlar? Bug'lansizmi? Suv quydingmi? So'ra. Bu ne xasi? Yeto ama. Shashlik taom, ovqatxona. Boltani qo'yib qo'yibdi. Bitib pishibdi. Joy sal ko'proq ekan. Go'shtlar ham ezilib ketibdi. Bu mashinani ko'rsatishdan maqsad nima u? O'tgan yil ham Adirga chiqqanimizda O'tirbek o'z niyat qilibdi, shu bir mashina olaman asfa kelasi yilga deb edi. Shu niyatiga yetdi-da. Bu hamda nima demoqchiman? Yaxshi niyat qilingizlar, nasibga erishasizlar. Yaxshi niyat yarim davlatda qo'janlar zamon bo'lsin. Adirda top tepsang tepganday bo'lasan-da. Aynar şeytib dam olishimizni ko'rsatdi. Bu videomdan maqsad kanalning aktiv tushib ketmasini turib bir video qo'yib qo'yayin dedim. Короче, nima desam bo'ladi? Gap jeb ichishda emas u. Bachalar bilan kirib o'tirib dam olib gurunglashgan boshqa gaplar. Jannar zamon bo'lsin. Like istasan bosishingizdan sizlardan chiqmasin. Короче, dal shu video qilib boraveramiz nasib qilsa. Jannar zamon bo'lsin.